Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillahi ve ba'd. Aziz qorilar, hurmatli do'stlar. Alloh taolo bizni Qur'oni Karim bilan rizqlantirgani, kalomiga xizmat qilishdek ulug' ne'matni ado etgani uchun Alloh taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin. Qur'on nurdir. Shifo, rahmat va hidoyat manbaidir. Uning har bir harfi savob, har bir oyati ibrat, har bir surasi hayot dasturidir. Keling, bu buyuk kalomga bo'lgan muhabbatimizni yanada mustahkamlab, unga xizmat qilishda bardavom bo'laylik. Ko'pchilik insonlar Qur'on yodlashni boshlagach, oradan biroz vaqt o'tib uni tashlab qo'yishadi. Bu holatning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Ba'zilar turmushdagi muammolar tufayli yodlashni davom ettira olmaydi. Boshqalar esa eslab qololmagani uchun siqilib, hafsalasi pir bo'ladi. Shu o'rinda shayximiz Ibrohim Aqdor hafizahullohning Qur'on yodlash borasida aytgan go'zal nasihatlarini eshitishimiz lozim. U kishi bu yo'ldagi qiyinchilik va sabrning ahamiyatini chuqur tushuntirib, har bir talaba qalbiga umid va bardamlik baxsh etadi. Muhtaram ustoz va shayx Ibrohim Aqdor hafizahulloh dunyo bo'ylab tanilgan yetuk qori va qiroat ustozi sifatida o'zlarini Qur'on xizmatiga bag'ishlagan zot. U kishi 1364-hijriy yil, ya'ni milodiy 1945-yili, ya'ni qariyb hozir 80 yoshdalar. Madina Munavvarada tug'ilgan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlarida yillab Qur'on darslari bergan. U zot hazratlari ilmdagi tajribasi, tajviddagi daqiqligi va qiroatdagi go'zal ovozlari bilan 100 minglab talabalar qalbidan Qur'onga muhabbat uyg'otganlar. Minglab talabalar ushbu shayxdan saboq olgan va u zotdan ijoza olganlar. Shu sababli u zotga muhabbat va e'tibor ifodasi sifatida qorilar shayxi deb sharafli unvon berilgan. Kamtarlik, ilmiy oliy himmatlik va Qur'onga muhabbat shayx Ibrohim Aqdorning hayot shioridir. U kishi har bir Qur'on o'rganuvchi uchun namuna bo'lishga arziydigan zotdir. Keling, birgalikda shayx Ibrohim Aqdor hafizahullohning nasihatiga quloq tutaylik. في أثناء ما كنت بدأت أحفظ القرآن الكريم يوما من الأيام Qur'onni yodlashni boshlagan paytlarimda bir kuni juda katta qiyinchilikka duch keldim. Shu qadar muammolarga duch keldimki, fikru xayolim parokanda bo'lib qoldi. Shunda qaror qildimki, birinchi ishim Qur'onni yodlashni tashlash bo'ladi. Shunday qilib, men o'qitayotgan ustozimga borib, men Qur'onni yodlashni tashlayman va qaytadan yodlashni istamayman dedim. U menga shunday soddalik bilan qarab, "Nega?" dedi. Men unga aytdim, "Men fikrlashga, diqqatni jamlashga qodir emasman. Hech qanday kuchim yo'q. Bir oyatni ham yodlay olmayman. Shuning uchun sizdan ruxsat so'rayman. Men endi qaytaman." U menga shunday dedi: "Sen juda ham ahmoqsan va aqlsizsan." Men hayron bo'lib, "Nega?" dedim. U aytdi: "Chunki Qur'onni yodlash muammolar bor paytdagina foyda beradi. Odam o'zini xursand va tinch his qilganda Qur'onni yodlay olmaydi." Men undan tushuntirishini so'radim. "Sen boy va farovon hayot kechirayotgan, xizmatkorlari bor va hech qanday tashvishi yo'q odamni Qur'onni yodlayotganini ko'rganmisan?" "Yo'q" dedim. "Yaxshi. Faqir, yagona kiyimi bor yoki kiyimi yamoq odamlarning Qur'on yodlayotganini ko'rganmisan?" "Ha, ko'plab faqir bolalar masjidlarda Qur'onni yodlamoqda" dedim. Shunda u menga shunday dedi: "Ana shu, sen aqlsizsan. Sening yagona imkoning
imkoniyating muammolaring bor paytda Qur'onni yodlash. Agar muammolaring tugasa va tinch, farovon hayotga erishsang, Qur'onni yodlay olmaysan. Shuning uchun hozir muammolar bilan birga kecha-yu kunduz Qur'onga sho'ng'ishing kerak. Shuningdek, ustozim meni yana darsga qaytardi va muammolar bilan birga Qur'onni yodlashni davom ettirdim. Va Qur'on yodlaganim sari muammolarim kamayib bordi. Nihoyat Allohning marhamati bilan Qur'onni yodlab bo'ldim. Muammolarim ketdi, Qur'on esa menda qoldi. اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Men esa yoshi katta ekanini, mashg'ulotlari ko'pligini, ishlari bilan bandligini aytgan va shuning uchun Qur'onni yodlay olmaydiganlar uchun shunday deyman. Sizlar mening o'sha paytda qilgan xatoimni takrorlayapsizlar. Men o'sha paytda Qur'onni yodlashni tashlashni o'ylaganman. Yoshi katta odam ham, yosh bola ham Qur'onni yodlashi mumkin. Bu Allohning buyuk ne'mati. U har bir bandasiga Qur'onni yodlash imkonini bergan. Shuning uchun vaqtingizni befoyda savollarga sarflamang. Qo'lingizga Qur'onni oling, o'tganlarning Qur'on yodlashini kuzating. Ulardan o'rganing va boshlang. Har bir insonning o'ziga xos yo'li bor. Lekin barcha yo'llar ushbu buyuk ne'matga, Qur'onga olib boradi. الرحمن الرحيم بين التكرار في الراء. الرحمن كرر لا تكرر. الرحمن الرحيم الرحيم. Har bir musulmon kishi osonlik bilan Qur'onni yodlab olishi mumkin. Faqatgina qat'iyat va sabr kerak. Va yana savollar bermasdan oson yo'lini izlash o'rniga harakat qilish kerak. وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد على ذلك يسلك الطريق. Alloh Qur'onni yodlashni oson qilgan. Shuning uchun boshlang, harakat qiling va Allohdan yordam so'rang. Mening bu maslahatimni jiddiy qabul qiling. Bu sizlar uchun bir akadan birodarona nasihatdir. Alloh sizlarni mukofotlasin va qalblaringizni nur bilan yoritsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'zingizni mayda-chuyda fikrlar bilan chalg'itmang. Beahamiyat fikrlar bilan vaqtingizni zoya qilmang. Fikringizni bir joyga to'plang va maqsadingiz Qur'on yodlashga diqqat qarating. Mana azizlar, Alloh taolodan Shayx Ibrohim Axdorga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, baraka va avf tilaymiz. Parvardigordan iltijo qilamizki, bizni ul zot bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak masjidlarida yuzma-yuz ko'rishish va Qur'on tilovat qilish baxtiga muyassar qilsin. Amin. Fasubhanakallohumma bihamdik. ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.